1 oktyabrdan boshlab moped va skuterlarni boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasi talab etiladigan bo'ldi. Shu borada Xorazmlik haydovchilarni bu narsaga fikrinchik hozir qisqacha so'rovnoma olamiz. Siz o'zingizdan liza chiqib shunday holatda bo'lganmi? Skuter yosh bolalarda patinkingizni chiqib bo'lganay. Necha yo'l tutgansiz shu vaqt? Ben to'xtatib o'zini tanbeh berganman. O'zini ham tanbeh berasiz. To'xtatib shuda tanbeh berganman. Vallahi. Akşam ham shunday bo'ldi. Qachon shunday? Akşam shunday oldu. Eldime skuter yedek yatib, eldime skuter yedek yatib, doğru eldime çıkıp gitti. Doğru liza chiqding. Doğru eldime çıktı. Signallarına qaramaydi mesela. Mesela yosh bola. Yosh bola bo'lgandan keyin bu mumkin emas. Pravo narsa yetgan emas mesela. Pravo yoshini yetmaydi. Yetmaydi. Pravo olib haydasalar yaxshi bo'ladi. Mendan men gelime o'zi 4 gün bo'ldi. Men O'rus yurtdaman. Вот. No, bu yanda tertib yaxshi. Ondan eldim beraganda lekin ne to haydiylardan chiqib manevr etganda поворотник yakmin. Я думаю, то, что права etken лучше yaxshi. O'qib, olib, как положено, bilib, потому что ko'p yosh bolalar bilmaydi. Bilmaydi. Ota-onasi O'rus yurtda bu yerda olib beradi. Ko'p avariya bo'ladi, ne bo'ladi, yomon nelar bo'ladi. Fikrim shu bo'yicha pravo olib aytganlar yaxshi. Nechun desa, ko'psi velosiped o'rnida aytdi, yo'lning o'rtasidan ana yaqinda Chalishda Urganch tumanida avariya bo'ldi. 2005-yil bola yo'q yerdan birini umrini zavolni etdi. Shu provilar bilmaydi sabablar. Provilar bilmaydi. Provilar bilmagandan tashqari kichkina yoshi voya yetmagan bolalar 18 ga to'lmagan bolalarni uzamaydi bitdi. Velosiped o'rnida akalari olib beradi, lekin oxirini tushunmaydi. Bu pravo bilan aytgan yaxshi deb o'ylayman. Yaxshi bo'ldi mana bir yo'llarda tertib intizom bo'ladi. Provilarni bilganida peshxod bilan neden o'tishga, yanlış o'tishga, kimdir tushib yotsa gap yo'q. Odamdan moped tez yuriydi-ku bari. Biz mesela odam yo'q deb aytamiz, deyimiz ular birdan keladi, lekin biz aybdor bo'lib chiqamiz. Shu o'qisalar yaxshi bo'ladi, provilarni o'rgansalar. 1 oktyabrdan boshlab moped va skuterlar haydovchilik guvohnomasini boshqarish majburiy bo'ldi. Shunga fikringiz chiqadi? Zakonim bo'ldi shu yo'llarda yana bir yosh xotin qizlar, bolalar edebildi, voya yetmaganlar ham edebildi. Zo'r bo'lsa shu 1 oktyabrdan pravo ega bo'lsa zo'r bo'ladi o'zlarimiz. Mana bolalarimiz ko'cha kuyda edi. Aylanmada bu yanda benden urba ötük gideverdiler lan. Moped skuterchilar. Yine maşinayı şöyle gelip urup koydular skuterçiler gidiyor. Pulep pulum ben nerede? Pulum yok dedi. Yarı beraber dikçediz. Prava asalar şu yol hareketi kaydaları geneldiler. Kızılda ötüp gitmediler. Çarahaların kayısından bilediler. Hazır bir spedil doğru mu doğru yürüttüler ula. Ona çepe. Ben skuterlayla 1 oktyabrdan bir takım problem edildiğinden bu anı yaxşı oldu onu. Eldimize çıkar, yaş ballanam eder, yaxşı mes, tamam mı? Bu ailesinin tinçlığı gerek ku beraber. Yine bir sağaman barışı gerek. Bu yaşta beraber kaydan düşünmeydi. Sağaman barsala özde atanesi için yaxşı ku. Eldimize çıkıp sıdırga sızıklarını teyinde yürüydüler mesela. Onunla avgomuru ötüp bulmaydı. Eldinde gayı bolsa ya kamera bolsa şıtırap geledi. Merleri bolsa kızılda ötülmeydiler. Kızılda hareketlenip bilmeydi. Azyan ikisine stop gelerimi sıkıp dünya şehrin içinde. Bunlar hem şu kızılda hareketlenmediler, şu nömerleri olsa. Kızıl çırakta hareketlenip bu hem şu yıdık haletlerini geldirip çıkardılar. Kinalar hem mektep bolalar hem mektep hem katnap turttu lazım. Şunun aslında akıbetinde avariyam köp bulup turttu. Biz yine dağılını yakattığımız ku. Avariyalar hem köp bulup turttu. Praval bedelleri, numeral bedelleri özleri için hem yaxşı, bize için hem yaxşı. Bu çıkarılan karara elbette 100% koşulamam. Sebebi xotin qizlar yoki yoshi yetmagan bolalar o'rtasida har xil ko'ngilsiz yo'l transport hodisalari bo'lib turadi. Endi hamma haydovchilik guvohnomasine ega bo'lib, yo'l harakati qoidalariga bo'ysungan holatda yo'lda harakatlanadilar. Men bu qarorni qo'llab-quvvatlayman. Keyin bir narsa bor, siz o'zingizda shunday holatlar bo'lganmi? Moped va skuterni yosh bolalar, ayol kishilar haydab holatlar. Men o'zim shu narsani ko'p guvohi bo'laman. Yosh bolalar, ayol kishilar bilan yo'lni belgilanmagan qismlarida harakatlanib yoki uni qoldirib ketib yoki burilish, qayrilish harakat qilib, har xil ko'ngilsiz hodisalar bo'lib turibdi. Endi bundan keyin hamma avtomaktablarda o'qib, yo'l harakati qoidalariga bo'ysunib, yo'llarda yo'l transport hodisalarini sonlari yana kamayadi. Rahmat og'a, oq size. Ushbu videoning iloji boricha hamma moped va skuter egalarini berib qo'yinglar va kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Ya'ni 1 oktyabrdan boshlab moped va skuterlarni boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasi davlat raqami taqilishi shart va majburiy bo'ldi. Sizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizlarga
qisqacha shu haydovchining fikrini ko'rsatishga harakat qildik. Boshqalarning fikrini bu ham bizlarga qiziq. Bularni kommentariyada qoldirsangiz bo'ladi.